Ko'pchilik allergiyaning har qanday turida asid terapiya qo'llaniladi deb o'ylaydi, lekin asid terapiya hammaga ham to'g'ri kelavermaydi. Asid terapiya to'g'ri keladigan 5 toifa insonlar mavjud. Birinchisi, mavsumiy allergiya, uy changiga, uy hayvonlariga, mog'or zamburug'iga allergiyasi bor bo'lgan, allergik rinit va bronxial astmadan aziyat chekayotgan insonlar. Ikkinchisi, allergiya sababli dorilarsiz yashay olmayotgan insonlar. Agar siz sprey va tabletkalarsiz ishda va o'qishda qiynalayotgan bo'lsangiz, asid terapiya sizga yordam berishi mumkin. Uchinchisi, allergiyasi yildan yilga kuchayib borayotgan insonlar. Masalan, avvaliga burun oqishi, burun bitishi, aksirish bezovta qilayotgan edi, keyinchalik esa yo'tal va nafas siqishi qo'shildi. To'rtinchisi, allergik rinit bilan kasallangan 5 yoshdan oshgan bolalar. Asid terapiya bolalarda bronxial astma paydo bo'lishining oldini olishi ilmiy isbotlangan. Beshinchisi, uzoq muddatli yechim izlayotganlar uchun. Asid terapiya sehrli dori emas, bir pasda allergiyani yo'q qilib qo'ymaydi, lekin uni to'liq to'g'ri qo'llaganda inson hayot sifatini ancha yaxshilashga, dorilarsiz hayot kechirishga va bronxial astmani oldini olishga haqiqatdan ham yordam beradi. Agar siz o'zingizni ushbu guruhlardan birontasida ko'rgan bo'lsangiz, Xalqaro allergiya markazi muammoyingizni yechishga yordam beradi.